Do'stlar, imloga oid, ya'ni 4-xatolik chiziqcha bilan oid xatoliklarni bugun ko'rib chiqamiz. Qanday holatlarda chiziqcha qo'yib yoziladi? Boshladik. Quyidagi hollarda so'zlar chiziqcha bilan yoziladi, deyapti. Xo'p, bu qoida. Juft so'zlar chiziqcha bilan yoziladi. Ya'ni juft so'zlar. Ota-ona yoki izzat, hurmat, baxt-saodatli, kecha-yu kunduz. Xo'p, aynan shu joyda kecha-yu kunduzda to'xtaymiz. Kecha-yu kunduz chiziqcha yudan keyin emas do'stlar. Kecha chiziqcha yu bo'ladi, kunduz bo'ladi. Yudan keyin hech qanaqa chiziqcha yo'q. Takrorlayman. Kecha chiziqcha yu chiziqcha yo'q, kunduz bo'ladi. Oy-yu kun ham xuddi shunday. Oy chiziqcha u, undan keyin chiziqcha yo'q. Kun davom etadi. Tarix fanini onlayn Telegramda jonli darslar orqali o'rganing. Joylar soni cheklangan. Hozir ro'yxatdan o'ting va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Takror so'zlar chiziqcha bilan yoziladi. Takror so'zlar ham chiziqcha bilan yoziladi degan qoida alohida. Do'stlar, sizga takror so'zlar deganda, ya'ni tushuntirib ketaman. Takror so'zlar o'zi 4 xil yo'l bilan hosil qilinadi. Buni o'zingiz uchun eslab qoling yoki yodlab oling yoki yozib oling. Birinchisi, aynan bitta so'zni takrorlash. Bu yerda misol keltirilyapti. Alohida bir so'zni takrorlash bilan va ba yoki ma, ya'ni so'z qo'shimchalari bilan takror so'z hosil qilinadi. Undan oldingi videomizda ko'rgandik. Rang-barang yoki uyma-uy misollarini keltirgandik. Ba va ma ham takror so'zlar hosil qilar ekan. Bu ikkinchi usul. Uchinchi usul, aynan bir tovushni o'zgartirish bilan. Masalan, biz nutqimizda juda ham ko'p ishlatamiz. Nonpon, choypoy degan so'zlar ham takror so'zlar bo'ladi. Bu yerda ham chiziqcha bo'ladi do'stlar. Va 4-usulimiz dan chiqish kelishligi bilan hosil bo'ladi. Kattadan katta, balanddan baland. Xo'p, diqqatni e'tibor beramiz. Bunda chiziqcha bo'ladimi? Yo'q, aslo chiziqcha bo'lmaydi. Eslangdan chiqaring. Milliy sertifikatga 2025-yil ham tushgan bu. Odatda har yil shu savolni qo'yadi. Kattadan kattada chiziqcha bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Dan chiqish kelishligidan keyin hech qachon chiziqcha qo'yilmaydi. Keyingisiga o'tamiz. Belgi kuchaytirilsa deyilyapti. Kap-katta, roppa-rosa, dumdumaloq, yam-yashil yoki tep-tekis. Aynan P, M, S, P qo'shimchalar, ya'ni orttirma darajani hosil qiladigan qo'shimchalar chiziqcha qo'yishga majbur qiladi. Demak, 4 ta qo'shimcha yana bir aytaman. P, M, S, P. Bular keldimi? Bo'ldi, chiziqcha qo'yiladi. Xo'p, juft va takror so'zlarga sintaks shaklida soch qo'shilsa, chiziqcha tushib qolmaydi. Uni oldin qoidalarni tushuntirgandim. Uni oldin videoda desak ham bo'ladi. Ya'ni so'z yasovchi qo'shimcha qo'shilsa, ba va ma da keltirgandik. Rang-baranglikda lik qo'shilganligi uchun qo'shib yozilganligi edi. Lekin juft va takror so'zlarga sintaks shaklida soch qo'shimchalar yoki lug'aviy shaklda soch qo'shimchalar qo'shilsa, chiziqcha tushib qolmaydi. Nega? Chunki ular so'z yasamaydi, shunchaki ma'noga qo'shimcha ma'no beradi. Sintaktik shakl yasovchilar qo'shilsa takror so'zlarga nima bo'lar ekan? Chiziqcha qo'yiladi, tushib qolmaydi. Uzr do'stlar. Qaytadan aytib ketamiz. Takrorlayman. Juft va takror so'zlarga sintaks shakl yasovchi qo'shimchalar qo'shilsa chiziqcha tushib qolmaydi. Ya'ni chiziqcha joyida turadi demoqchi. Misol keltiryapman, joy-joyiga chiziqcha joyida turibdi. Yosh-yoshiga, izzat hurmatni, yoshu kattalar. E'tibor bersangiz, kattalarda lug'aviy ham qo'shildi, lekin chiziqcha tushib qolmadi do'stlar. Keyingisini aytamiz. Ogohlantirishlar ba yoki ma qo'shimchalari bilan hosil qilingan takror so'zlarga, qarang, takror so'z deyilyapti. Aytgandim boya, takror so'zlar 4 xil yo'l bilan hosil qilinadi. O'shandan bittasi ba va ma. Lik qo'shimchasi qo'shilsa, chiziqcha qo'yilmay qo'shib yoziladi. Buni oldingi video darsda ham tushuntirganman do'stlar. Taqlid va undov so'zlarda ham xuddi shunday. Buni ham oldingi videoda tushuntirgandim. Masalan, voy chiziqcha bilan yoziladi. La so'z yasovchi qo'shimchasi qo'shilsa yoki o'zi farqi yo'q. Shu undov yoki taqlid so'zlarga so'z yasovchi qo'shimcha qo'shildimi, bo'ldi. Ular qo'shib yoziladi do'stlar.